Qadamni quvib kelayotgan jamoalardan biri Kattaqo'rg'on o'z maydonida Jayxonni qabul qildi va bahs yakunlanishiga bor yo'g'i 1 daqiqa qolganda g'alabani elib ketdi. Ketma-ket 3 ta o'yindan buyon raqiblari darvozasiga 2 tadan gol urib kelayotgan Kattaqo'rg'on bu kichik an'anasini 14-turda ham davom ettirdi. Qizig'i, samarqandliklar birinchi davra to'qnashuvida ham Jayxon darvozasini 2 bora aniq nishonga olishgandi. 4-daqiqadayoq hujumchi Fransis Narx Jayxon darvozabonining oyoqlari orasidan to'pni darvozaga o'tkazib, nominal mezbonlarni oldinga olib chiqdi. 23-daqiqada Shuhrat Daryabayevning uzatmasini Umidjon Karilov to'xtatmasdan kuchli zarba bilan Kattaqo'rg'on darvozasiga joylab, muvozanatni tikladi. Alohida ta'kidlash kerakki, Pro Ligada joriy mavsumda shu kabi sifatli hamda chiroyli gollar ko'p bo'lmoqda va bu turnir imijiga ta'sir ko'rsatuvchi omil sanaladi. Uchrashuvning asosiy vaqtiga qo'shib berilgan daqiqalarda, aniqrog'i 90+2-daqiqada zaxiradan o'yinga qo'shilgan Sayyodbek Davronov Kattaqo'rg'onga 3 ochko taqdim etuvchi gol muallifiga aylandi. Hujumchi o'tgan turda ham zaxiradan o'yinga qo'shilib, so'nggi dekadada gol urib ketgan edi. Uy uchrashuvlarini Toshkentda o'tkazayotgan Kattaqo'rg'on hozircha ijobiy ko'rsatkichlar qayd etayotgan bo'lsa, Jayxon Toshkentdagi oxirgi 2 bahsda ochko yo'qotmoqda.